Assalomu alaykum. Hurmatli talabgorlar, mana bugungi uchrashuvimiz Buyuk mahallasiga bo'lib o'tmoqda. Uchrashuvimizdan maqsad mahalladagi ishsiz yoshlar, mahalladagi ishsiz kelinlar, umuman olganda mahalladagi ishsiz fuqarolarni ishini ta'minlash maqsadida o'zimizni Agrobank tomonidan kelajakka qadam dasturi doirasida katta ajratamiz. Sizlarga bitta tushuntiraman hammasini. Kimga agar kreditga olish istagi bo'lsa, qiziqtiradigan savollar bo'lsa, bemalol berishi mumkin. Mahalla loyihasi dasturimiz doirasida ajratiladigan kreditimiz 50 million so'm miqdorida beriladi. 3-shaxs kafillik bilan 5 yil muddatga 2 yillik imtiyozli davr bilan 25% erkaklarga, 23% xotin-qizlarga. O'zini bandlagan jismoniy shaxslarimizga mikroqarzlarimiz bor. Biznesga ko'maklaydigan mikroqarzimiz bu 17 milliongacha beriladi. 4 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan. Bu ham xuddi shunday erkaklarga 25%, xotin-qizlarga 23% tashkil etadi. 6 oy imtiyozli davr bilan. Kimga nima savol bo'lsa, bemalol berish mumkin.